Do'stlar, shu videoga bir dona like bosib tarqatib qo'yamiz. Keng muhokama bo'lsin. Duo qilsin mana shu ukamizni. Video boshlashdan oldin bir narsani aytaman. Bu mashina taksi-a. Yana mashinasi bor ekan degan negativ gaplar bo'lmasin. Taksi gaplashib kelgan opamizning o'g'li. Opamizni turmush o'rtog'ingiz olamdan o'tgan-a? Boquvchisi yo'q. Bitta boquvchisi bor. Mana bu ukamiz bu ahvolda do'stlar. Video davomida sizlarga to'liq tafsilotini aytib o'tamiz. Bu opamiz Jizzax viloyati Do'stlik tumanidan meni mahallamga Zafarobod tumani bir qishloq fuqarolar yig'iniga izlab kelgan, yordam so'rab kelgan mendan. Mana shu videoni maksimal darajada tarqataylik. Videolarimizni boshladik. Salomat bo'linglar. Yana aytib o'taman, mashinasi bor ekan, u demanglar, bu taksist, bu taksi aka. Mashina siznikimi aka? Taksi aka bu yoqdiki. Mashina savdo qilib kelingan akalar, to'g'risi. Salomat bo'linglar, videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari hamda Mergan kanalining obunachilari. Mana bugun Jizzax viloyati Zafarobod tumani Birlik qishloq fuqarolar yig'iniga, ya'ni meni xonadonimga shu yerdan izlab Do'stlik tumani xayr adres aytib o'ring o'zim. Do'stlik tumani Sanoatchilar mahallasida turamiz. Oltin gumbaz ko'chasi 22-uyda turamiz. Mana shu opamizning o'g'li ismi familiyasini aytib o'ring. Chirmatov Nuriddin 98-yil bolasi. Chirmatov Nuriddin 98-yil ukamiz. Bir qo'l, bir oyoq, a? Ikki oyog'im. Ikki oyoq ham ishlamaydi. Qo'l ishlaydi, to'g'rimi? Turmaydi-da. Do'stlar, erkak kishi ijtimoiy tarmoqda har xil ayol erkaklar ko'radi. Pastki sistema, quv sistemasiga apparat o'rnatilgan. Ro'za Ramazon oyi bilan do'stlar, qo'ldan kelgancha mana shu ukamizga yordam kerak. Mana plastik kartalarni qo'yib o'tamiz. Oxiratga hujjat tayyorlashga sizlarga yaxshi imkoniyat. Kim ihson qiladigan bo'lsa, ihsonlarini Allohim o'z dargohida qabul qilsin, jannatlardan joy ato qilsin. Do'stlar, kelinglar mana shu akamizga bir yordam qilaylik. Zora bizning sa'y harakatimiz bilan, sizning sa'y harakatimiz bilan shu akamiz oyoqqa turib ketsa, mana opa nima bo'lgan, nima qo'ygan, voqeani qachon bu kasallik bilan qayerda davolangan, hammasini o'zi tushuntirib o'tadi. Qanchadan beri davolatasiz? 4 yil bo'ladi, ertan aprel oyiga 4 yil to'ladi. 11-aprel kuni yiqilgan suvga, ko'lga borib suvga kalla tashlagan. Bo'yindan 6-5-suyak. Uchi singan, o'rtada lat yegan tomir, julun tomir lat yegan. O'sha boyagi umurtqa bilan qisib turibdi-da. Xo'p, qayerlarga olib borib davolatdingiz? Doktorlar nima deyishdi? Qancha mablag' so'rashdi? Jizzaxda operatsiya qilganmiz birinchi marta. O'sha bo'lgan kuni, voqea bo'lgan kuni 4 kun ichida bu operatsiya bo'ldi. Keyin biz Toshkentga qaysi bansa edi? Shaxsiy klinikada 2 yildan beri shu yoqqa borib davolanib kelamiz. 1 yilda 2 marta davolanib kelamiz. O'zimizning Do'stlik tumani hokimiyati yordam beryapti. Yarim miqdorni yordam beryapti, yarimini o'zimiz qilib, bir kurs lecheniyamiz 10 million bo'lib ketadi. 2 yildan beri shu klinikaga boryapmiz. Kurashyapti, to'g'rimi? Kurashyapmiz. Endi oldin umuman hech joyi ishlamasdi. Hozir mana 4-yil, mana ertan 4 yilga to'ladi 11-aprel kuni. O'shani 2 yildan beri biz o'sha shaxsiy klinikaga boryapmiz. Ancha yaxshi, Xudoga shukr. Lekin hali yura olgani yo'q. Qo'llar qimirlab qolgan, bo'yinlari qimirlatib qoldi. O'sha klinikada davolanganimiz sababli o'sha ancha yordam berdi. Qancha mablag' so'ralyapti? Hozir doktorlar garantiya beryaptimi? Haqiqatan operatsiya jarayonini o'tkazsak, ukamiz tuzalib ketishiga. Garantiya xudo xolasa, endi boyagi qisilib turgan joy kanalni ochsak biz deyapti, yurib ketishi ehtimoli bor deyapti. Qancha mablag', optik mablag' qancha ketar ekan? Toshkentga borib anaqa qildik, 30 million, 35 million ketadi dedi. Mana do'stlar, opani o'zidan eshityapsizlar, kimda imkoni bo'lsa, kelinglar, karta qo'yib o'taman. Shu opaga bir yordam qilaylik, ro'za kunlari hammamizga
Alloh umr bersin, sog'lik bersin. Bizlar qatori mana shu ukamiz ham bizlar bilan bitta jamiyatda o'zi oyoqlari bilan yurib harakatlanishiga yordam beraylik do'stlar. Mana Xudo xolasa keyingi videolarni ham chiqaramiz. Yurib ketganlarini inshaalloh farishtalar omin qilgan bo'lsin. Akamizni quvug'ida apparat bor. Kelgan peshoblarda sezmaydi. Shu sababli opamiz yordam so'rab kelibdi. Akamizni o'zidan ham olsak bo'ladimi? Ikki og'iz. Ha, Intervyu, ha? bo'ladi. Gapiradi. Yaqinroq keling, kamerani olib keling. Aka, mana butun xalqimiz ro'za Ramazon oyida ko'rib turibdi. Nima gapingiz bor mana shu xalqimizga? Avvalambor assalomu alaykum. Hammaga ro'za Ramazon oyi muborak bo'lsin. Shu 4 yildan beri shu yotibman. Sal-salini qimirlash bo'ldi. Doktorlarga bordik. Doktorlar operatsiya qilish kerak dedi. 100% garantiya bermaymiz, lekin operatsiya qilish kerak. Balkim o'sha operatsiyadan keyin oyoqqa turib ketish ehtimoling bor. Chiqmagan jondan umid operatsiya qildir deb aytdi. Endi xalqimizdan shu yordam so'rayman operatsiya qilishimizga. Uylangansizmi? Yo'q, hali uylanmaganman. Xudo xolasa akalar, men shu akaga va'da beraman. Sizni biz shu akaga ukaga yordam qilsangiz, inshaalloh mana to'ylarini ham syomka qilib sizlarga taqdim qilaman obunachilar. Mana mergan gapiradi, bajaradi. Mana shu ukamizni to'ylarini inshaalloh sizlarga bir chiroyli duo bilan boshlab beramiz. Mana shu ehson qilganlarga, shu akaga yordam qilganlarga. Imkoningiz bo'lsa do'stlar yordam qiling. Imkoningiz bo'lmasa bir dona like tugmachasini olib padilist taqib kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, videomiz jamoatchilikka tarqaydi. Zora sizning bir dona bosgan like'ingiz kimnidir ehson qilishiga sabab bo'lishi mumkin. Mergan kanalini kuzatasizlar do'stlar. Hammaga xayr, salomat bo'lingizlar. Akamizni, opamizni va sizlar qo'llayotgan blogerning so'zi yerda qolmaydi degan umiddaman. Salomat bo'linglar.